Добрый вечер, дорогие друзья! Рады сегодня всех вас приветствовать на нашем первом эфире, потому что сегодня мы вместе с Хумо разыгрываем различные подарочки. У нас действует акция Baxtli yuzlik. Xuddi shunday, qadrli do'stlar, hammaga alangali salomlarimizni yo'llaymiz. Bizni jonli efirimizni tomosha qilayotganlarga eslatib o'tamiz. 2026-yil 29-iyul sanasi diyorimizda soat millari ro'parasi 19:00 ni ko'rsatmoqda. Bu degani esa biz Humo tomonidan bizni qadrli bo'lgan foydalanuvchilarimizni ajoyib sovg'alar bilan taqdirlashni boshlaymiz degani. И мы начинаем. Подключайтесь к нашему прямому эфиру. Как вы думаете, давайте проверим, сколько же сегодня участников подключились к прямому эфиру. И откуда вы? Напишите в комментариях, а мы будем зачитывать. Нам очень интересно, кто откуда подключается. Ну-ка, давайте посмотрим. Ha, albatta yozib qoldiring qadrli do'stlar. Qayerdan bizni tomosha qilyapsiz? O'zbekistonning qaysi go'zal manzillaridansiz? Bu bizga juda ham qiziq va qaysidir ma'noda bu bizni ko'proq ilhomlantiradi. Bizga esa kelib tushayotgan allaqachon salomlar bor. Hammaga bizga assalomu alaykum deb yozayotganlarga salomlarimizni yo'llaymiz. Кто-то pишет нам Tashkent, Yunusobod, приятно, спасибо большое. Nima qilish kerak? Ruscha gapiring, o'zbekcha ham gapiring. Xo'p bo'ladi, hammasini ruscha ham, o'zbekcha ham tushuntiramiz. Biz endi efirni boshladik, o'rtoqlar. Да, мы только подключились. Все правила, все, обо всем вам расскажем. Будет очень интересно. Главное, не отключайтесь, будьте с нами до конца эфира, потому что, вы знаете, кто-то сейчас пьет чай, просто сидит, да, вдруг поступит гудок, и мы скажем: поздравляем, вы сегодня стали победителем. Я думаю, что это приятно всем, поэтому не отключайтесь, будьте с нами до конца. Давайте еще зачитаем, Бахадыр. Uchquduq, Qo'yliq, Toshkent. Super. Kimdir Rossiyadan ham bizni tomosha qilayotgan ekan. Qashqadaryo viloyati, Surxondaryo, qoyil. Vodiy qayerdasizlar? Bitta dona odam Andijondanman deb yozdi. Farg'ona, Qo'qon, Namangan qayerdasizlar? Reaksiyalar qoldiring. O'zingizni qayerdan tomosha qilayotganingizni bizga bildiring. Bizga bu juda ham qiziq, juda ham muhim va voha tomonga qarab yo'l oladigan bo'lsak, Jizzax qayerdasiz? Sirdaryo qayerdasizlar? Samarqand uyg'oning. Humo sizga ajoyib sovg'alarni tayyorlab qo'ygan va keling birinchi bosqichimiz Baxtli yuzlik aksiyasidagi birinchi bosqichimizda sizlarga nimalar tayyorlab qo'yganmiz? Biz uni ko'rsatishga tayyormiz qadrli do'stlar va hozir hamkasbim Azalaga ushbu ajoyib sizning sovg'angizni topshirib turaman va qolaversa bizda yana 10 ta mana shunday sertifikatlarimiz bor. Bizni qadrli bo'lgan foydalanuvchilarimiz uchun biz mana shunaqa sovg'alarni tayyorlab qo'yganmiz. Yana bir necha daqiqa qadrli do'stlar, biz esa ushbu aksiyada qanday qilib ishtirok etib qolganingizni tushuntiramiz. Давайте еще раз напомним, Бахадыр, что в нашем розыгрыше разыгрываются денежные призы, 10 денежных призов на сумму 1 миллион сумов, ну а также один единственный новый iPhone Air. Посмотрите, какой он красивый. А как приятно, да, когда новый iPhone берешь, открываешь и используешь. Я думаю, что это хорошая память. Juda zo'r, juda zo'r. Yana bilasizmi, agar uni sizga shunday sovg'a qilib yuborishadigan bo'lsa, bu undan ham zo'r bo'lsa kerak. Demak, hozir bizni Humo kartalarini foydalanuvchilarini qaysi biridir omadli bo'lgan insoni foydalanuvchimiz mana shunday ajoyib sovg'aga ega bo'ladilar va eslatib o'tamiz qadrli do'stlar, biz bu bilan chegaralanib qolmoqchi emasmiz. Siz birinchi bosqich Baxtli yuzlik aksiyasini jonli efirini ko'ryapsiz. 6-finaldagi sovg'amizni sizlarga eslatib o'tmoqchimiz. Unda siz BYD Song Plus avtomashinasini egasiga aylanishingiz mumkin. Shuning uchun otni qamchilaydigan vaqt keldi va biz esa yana bir necha soniyalarda tezlik bilan hamkasbim Azalaxon bilan ushbu aksiyada ishtirok etish shartlarini yana bir bora sizlarga eslatib o'tamiz. Ha, tushunamiz, ko'pchilik yurtdoshlarimiz bu aksiyadan balki hali xabar topishga ulgurganlari yo'q. Mana shunday insonlarga albatta bizning Instagramimizga
podpisatsiya tugmasini bosib qo'ying. Albatta, obuna bo'ling va undan keyin esa bizdagi bo'ladigan ma'lumotlarni siz o'zingiz to'laqonli ravishda o'qib chiqishingiz kerak bo'ladi. Azalixon, keling yurtdoshlarimizga va bizni tomosha qilayotganlarga aksiyamiz haqida va unga qanday qilib ishtirok etishlik huquqini qo'lga kiritishligi uchun ma'lumotlar berib o'tsak. Конечно, все очень просто. Я думаю, что сейчас многие думают, это очень сложно участвовать в разных конкурсах. Да нет, дорогие друзья, именно в нашем розыгрыше, первом розыгрыше, участие очень легко. Вам нужно просто купить на сумму 100 тысяч сумм любую покупочку. Просто любую. И у вас появляется шанс сегодня стать участником данного розыгрыша. Поэтому участвуйте, будьте с нами, как сказал Бахадыр, подписывайтесь, следите за нами. Сегодня мы определим первых победителей. Верно, Бахадыр? Xuddi shunday, lekin bizni Humo kartalarimiz foydalanuvchilari yana bitta savolni berishlari mumkin. Humo kartasidan biz har qanday amaliyotlarni, ya'ni pul amaliyotlarini amalga oshirsak, aksiyada ishtirok etamizmi? Yo'q, qadrli do'stlar, sizga to'laqonli ravishda imkonni va ma'lumotni berish uchun biz sizlarga aytib o'tamiz. Demak, siz P2P xizmatidan, ya'ni kartadan kartaga pul o'tkazmalarini amalga oshirsangiz yoki bo'lmasam bankomatlardan pulingizni naqd ko'rinishda yechib oladigan bo'lsangiz yoki bo'lmasam o'sha avtomatik tarzda sizni turli xil kreditlaringizga pul yechib olinishi mumkin bo'lgan hollarda siz ushbu aksiyada ishtirok eta olmaysiz. Agar bordi-yu siz yaqinlaringizga ajoyib mahsulotlarni xarid qilgan bo'lsangiz va xaridingiz 100 ming so'mdan oshgan bo'lsa, demak siz quvonavering. Humo sizni ajoyib sovg'alar bilan xursand qilishi mumkin. Faqatgina bizga ishoning, obuna bo'ling va eng asosiysi yaxshi niyat qiling, balki sizga ushbu har 10 kunlikda beriladigan 6 ta bosqich mobaynida 1 million so'm yoki bo'lmasam iPhone Air yoki bo'lmasam bizni so'nggi bosqichimizda 6-bosqichda BYD avtomashinasini egasiga aylanishingiz mumkin. Все верно, Бахадыр. У нас будет 6 этапов, так что, дорогие друзья, все, кто сейчас за нами следит, хотим напомнить, что вы можете участвовать в данном розыгрыше, покупая любую покупку более чем на 100 тысяч сумм, да, вы правы, с карты на карту, либо же автокредиты, либо снятие наличными. Вот в таком случае вы не сможете участвовать в нашем конкурсе, а также каждые 10 дней мы будем проводить прямые эфиры. Вы можете вновь участвовать. Чем больше карт Humo, тем больше шансов. Все именно так. Xo'sh, qadrli do'stlar, biz yana ushbu aksiyamiz haqida, ya'ni baxtli yuzlik haqida ko'plab ma'lumotlar beramiz, lekin hozircha vaqtimiz bizni juda ham qisqa. Shuning uchun keling, ilk g'oliblarimizni aniqlashga kirishamiz va 1 million so'mdan 10 ta odam kimlar bo'lishini birgalikda ko'rib olamiz. Hammaga omad, qadrli do'stlar. Biz esa doimo jahon standartlariga moslashtirilgan tasodifiy raqamlar generatoriga yuzlanamiz, Random.org sahifasiga va eslatib o'tamizki, ushbu sahifa siz o'zingiz ham uni tekshirib ko'rishingiz mumkin. Bunday sahifaga hech qanday sun'iy raqamlarni joylashtirishni umuman iloji yo'q. Qolaversa, bugun o'zlarini omadlarini sinab ko'rmoqchi bo'lgan Humo kartasini foydalanuvchilarning soni 2,5 milliondan ortiq, qadrli do'stlar. Barchaga bizga bo'lgan ishonch uchun kattakon rahmat deymiz. Да, всем желаем удачи, дорогие друзья. Все, кто участвует в нашем данном розыгрыше, хотим напомнить, что в данном розыгрыше участвовали более чем 2500 людей. Поэтому, дорогие друзья, мы потихонечку начинаем. Настал самый волнительный момент. Итак, интрига, ажиотаж. Кто же станет первым обладателем денежных призов? Boshladik, qadrli do'stlar, boshladik. 1 million so'm. Xuddi shunday, hammaga omad tilaymiz va e'tiboringizni bizdan birozgina teparoqdagi bo'lgan oynaga qaratamiz va u yerda biz tasodifiy raqamlar generatorini sizga taqdim etamiz va g'oliblarimizni aniqlashga tayyormiz. Demak, bir raqami tepada ko'rayotganingiz, ya'ni bu bir nafar g'olibni bizga aniqlab berish buyrug'ini kirgizganligimiz, pastdagi raqamlar esa bizning ishtirokchilarimiz raqamlari bo'ladi. Hammaga omad va biz boshlashimiz mumkin. Qadrli do'stlar, start olamiz. Да, мы начинаем.
Друзья, итак, мы увидели в рандомайзере все цифры, всех, никого не забыли, можете посмотреть, проверить. У нас сегодня все открыто, все прозрачно, все честно. Хотим напомнить, что все сотрудники, родственники ХУМО, никто не участвует в данном розыгрыше, только вы, дорогие наши участники. Ну что ж, мы потихонечку даем старт. Итак, потихонечку. Начинаем? Humo va baxtli yuzlik biz boshladik, qadrli do'stlar. 3, 2, 1, marhamat. Mana g'olibimiz borlar. 255 06 76 tartib raqami. Какой красивый номер, дорогие друзья. Ну что ж, и мы начинаем. Пока что мы дозваниваемся до нашего участника. Как вообще настроение? Давайте еще раз напоминаем номер нашего победителя. Давайте. 266 06 36. По-моему, было так. Да. Отлично. Это не так. Это не так. Даже я не запомнил. Да, может, бывает. Но bizani xodimlarimiz, albatta biz g'olib bo'lgan ishtirokchilarimizga 255, оказывается, 06 76. Спасибо большое. Rahmat katta. Demak, biz sizni ham, o'zimizni ham vaqtimizni ko'p olmaslik uchun 10 nafar g'oliblarimiz faqatgina 5 nafarlariga qo'ng'iroq qilamiz va qolaversa g'oliblarimizga ushbu xushxabarni yetkazganimizdan so'ng bizni xodimlarimiz yana bir necha kun davomida ularga qo'ng'iroq qilishadi va sovg'alarni qay tartibda qo'lga kiritishlarini tushuntirib o'tishadi. Ungacha esa bizning yana qiziqarli ma'lumotlarimiz bor. Конечно, Бахадыр. Вот давно ли вы были в других странах? Расскажите, вот этим летом путешествовали? Hozir mana shu suhbatdan keyin. У нас уже, идет гудок. Алло. Позывные гудки. Да. Очень надеемся, что участники поднимут. И мы им скажем поздравляем. Но пока что идут гудки. Telefonni narigi tomondagi inson bizga allo deya javob bersalar bas, biz ularga yana qo'ng'iroqni amalga oshiramiz. Qonun qoidalarimizga asoslanib biz har bir g'olibimizga 3 marotaba jonli efirda qo'ng'iroqni amalga oshirishga harakat qilamiz. Agarda bordi-yu ular bizga javob bermaydigan bo'lsalar, biz darhol keyingi g'olibimizni aniqlaymiz va ularni ma'lumotlar bazasidan telefon raqamlarini olgan holda ularga qo'ng'iroqni amalga oshiramiz. Xo'sh, yana chaqiruv gudoklari. Еще раз, конечно. Eshitamiz, kutamiz. Allo degan baxtli Humo kartasini foydalanuvchisi. Ну, может, еще и на совещании, на собрании, либо же на работе. Balkim bo'lishi mumkin. Данный участник. Allo, assalomu alaykum. Алло, здравствуйте. Mayli, men to'g'ri tushunaman, juda azaliyani ovozlari emas-u, lekin meni ovozim birozgina firibgarlarnikiga o'xshab ketishi mumkin, lekin bu yerda hech qanday firibgarlik yo'q. Qadrli do'stlar, bu hammasi halol, hammasi shaffof tarzda amalga oshirilmoqda. Давайте я все-таки попробую поговорить, ну-ка, может. Assalomu alaykum. Allo, assalomu alaykum. Assalomu. Akajon, salomatmisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Xayrli kech. Bezovta qildik, uzr. Ismi sharafim Bahodir Akbarov, teleboshlovchiman. Sizga Humo kompaniyasi nomidan bezovta qilayotgandik, akajon. Humo kartalari sizda bor, to'g'rimi? Yo'q. Sizdan hech qanaqa ma'lumot so'ramaymiz. Biz firibgarlar emasmiz. Keling, mana bunaqa qilamiz. Sizda Instagram sahifasi bo'lsa, akajon, siz ishonch hosil qilishingiz uchun Instagramga kiring, Humo Kart deb yozing. U yerda qidiruv tugmasini bering va Humo Kartda, ya'ni bizni shaxsiy Instagram sahifamizda jonli efir bo'lyapti. Bizni kartamiz foydalanuvchilari o'rtasida maxsus aksiya e'lon qilingan va o'sha aksiyada siz g'olib bo'lgansiz. Agar xohlasangiz uni yoningizda telefon bo'lsa, keling, Instagramga kiring va biz keyin suhbatni davom ettiramiz. Siz ishonch hosil qilganingizdan keyin. Shunaqa qilsak bo'ladimi, akajon? Hop, Instagram. Instagramga kiring. Rahmat ishonchingiz uchun. Humo Kart deb yozing qidiruvga. Mana men sizga qo'limni ko'tarib turibman. Ismi sharafim Bahodir Akbarov, teleboshlovchiman. My5 telekanalida. Yonimda Azaliyaxon sherigim borlar. Assalomu alaykum.
Biz shu yerdamiz. Sizga qo'limni ko'taryapman. Aka, bizni ko'ryapsizmi jonli efirda? Yo'q, hozir endi qo'shilman kerak. Aha, xo'p bo'ladi akajon. Qo'ying, keyin ishonch Instagram. hosil qilasizda Instagramdan keyin biz Sahifasida. suhbat qilamiz akajon. Biz hech qanaqa AI ovozi emasmiz, ya'ni sun'iy intellekt ovozi emasmiz. Biz tirik insonlarmiz. Va bizning maqsadimiz sizni sog'angizni aytib o'tish, aka. Qaysi shahardan ekanlar? Hozir so'raymiz. Hozir ko'proq ma'lumot so'rasak, telefonni qo'yib qo'yishlari mumkin. Toshkentdan. Toshkentdansiz. Aha, xo'p bo'ladi akajon. Shundoq Instagramga kiring, oldin bizni ko'ring. Malka. Mana men qo'limni sizga ko'taryapman. Ha, bu. Ko'rdingizmi? Ha, ko'rdim. Bizni ko'ryapsiz. Ana endi ishondingiz-a? Biz firibgarlar emasmiz, akajon. Biz jonli efirda ko'rayotgan bo'lsangiz, assalomu alaykum yana bir bora. Imkoni bo'lsa, bizni telefon orqali eshitsangiz yaxshiroq, chunki Instagram bir necha soniyalardan keyin yetib boradi. Ozgina orasida pauzasi bor. Akajon, siz bilan tanishsak bo'ladimi? Ismi sharifingiz nima? Qayerdansiz? Bu dodam telefon nomeri edi. Dodangizni? Zo'r. Demak, dodangizni nafaqalari, pensiyalari Humo kartaga tushar ekan. Bo'lmasam ular ishlatganlar buni. Ismi sharifingiz bilan tanishsak bo'ladimi? Meniki To'xtabayev Nurbolat. Nurbolat? Ha, Aha, dodangizni-chi? Ismlari nima? Berdiyor. Keldiyor? Ha. Aha, bo'lmasam Keldiyor dodamizni tabriklab qo'yishingiz mumkin chin yurakdan, Humo nomidan va biz hozir jonli efirda maxsus aksiyamizni g'oliblarini aniqlayotgan edik va birinchi bosqichni birinchi g'olibi aynan sizni bobojoningiz bo'lib chiqdilar. Keldiyor dodamizni chin yurakdan tabriklaymiz va ularga biz 1 million so'm topshiramiz. Akajon, tabriklaymiz. Rahmat. Rahmat, salomat bo'ling. Ularni ham tabriklab qo'ying va bir necha kundan so'ng sizga bizning xodimlarimiz qo'ng'iroq qilishadi va bu sovg'ani qanday qilib qo'lga kiritish shartini tushuntirishadi. Aha, xo'p. Rahmat. Aka, Instagramga yozyapsizmi? Hozir ko'ryapsiz? Да, нам показали сейчас. Tagiga yozib qo'ying bo'lmasam, urra, dodam yutdilar deb. Да, будем рады. Оставляйте свои комментарии. Yozib qoldiring imkoni bo'lsa. Men ham hozir qo'shilishga harakat qilaman jonli efirga. Yozib qoldiring. Xayr, salomat bo'ling. Biz esa davom etamiz, qadrli do'stlar. Navbatdagi g'oliblarimizni aniqlashga kirishamiz. Yozdingizmi? Yozdim hozir. Aha. Ну-ка, покажите мне тоже очень интересно. Держите iPhone, пока что мы разыграем Rahmat. немножко iPhone bu позже. sizni iPhone'ingiz. iPhone Air. Uni olib qo'yaman. Bu aynan sizniki. Shuning uchun undan ko'z uzmang. U meni yonimda, cho'ntagimda. Hammasi mana assalomu alaykum, yaxshimisiz aka? O'zbek tilini ham tushunaman. Ого. Как зовут ведущую? Азалия. Ну ладно, такая была рекламная пауза. Ну что, я думаю, что мы продолжим. Давайте. Продолжим, потому что я думаю, что все ждут и внимательно смотрят нас. Подсоединяйтесь, подключайтесь к нам. Мы будем очень рады и счастливы. Ну что ж, мы продолжаем. Да. Давайте уже определим следующего. Bir, ketdik. Поехали. Aha, 3 2 1dan keyin 3 deydi. Men boshlovchi. 3, 2, 1. Все, мы уже определили номер. 82 78 87 raqami. Zo'r, chiroyli raqam. 182 78 87 raqami. Вот такая память у Бахадара. Молодец. Ну что ж, мы пока, я думаю, будем дозваниваться. Все же тоже у нас... Urra, dodam yutdilar degan kommentariya keldi bizga. Biz xursandmiz. Dodangizni yana bir marotaba chin yurakdan tabriklayman. Menda Humo karta bor. Keyin o'ynasam bo'ladimi? Albatta bo'ladi. Agar siz imkoniyatingizni ko'proq imkoniyatlaringizni qo'lga kiritmoqchi bo'lsangiz, o'zingizning nomingizga ikkita har xil karta olsangiz, har xil bankdan, xohlagan bankingizdan agar siz ikkita karta oladigan bo'lsangiz, undan 100 ming so'm ishlatadigan bo'lsangiz, demak siz to'g'ridan to'g'ri ushbu aksiyaning ishtirokchisiga aylanasiz va sizda ikkita imkon bo'ladi. Shuni ham eslatib qo'yamiz. Да, конечно. Участвуйте, подсоединяйтесь к нам, присоединяйтесь. Ну и хотим еще раз напомнить правила игры.
Вы должны просто купить на 100 тысяч сумм, не только на 100, более, любую покупочку. Может, вы поужинаете в кафе, может быть, вы также оплатите какой-нибудь, ну, может, на день рождения тете, дяде, ну, всем своим родственникам. Покупайте, Siz оплачивайте. chaqirayotgan abonent boshqa yo'nalishga javob beryapti. Iltimos Rahmat kattakon. Да. Boshqa yo'nalishga javob berayotganlar uchun. Ну, а мы уже пока, Xo'sh. да. Demak, davom etishimiz mumkin men nazarimda. Keling, Azaliya, keyingi g'olibimizni aniqlashga o'tsak, imkoni bo'lsa va undan keyin esa biz navbatdagi g'oliblarimizni aniqlashga kirishamiz. Demak, Random Org sahifasi yana bir bora, qadrli do'stlar. Конечно, да. Я думаю, что, знаете, он был немножко занят. Может, мы еще все-таки попробуем. Звоните? Xo'p, men nazarimda hozir g'oliblarimizni aniqlashimiz kerak biz. Shuning uchun biz boshida aytganimizdek faqatgina 5 ta g'olibimizga qo'ng'iroq qilamiz. Birinchi g'olibimizga, uchinchi g'olibimizga. Ikkinchi g'olibimizni biz ko'rdik. Uchinchi g'olibimizni aniqlaganimizdan so'ng uchinchi g'olibimizga qo'ng'iroq qilamiz. Hozir keling, uchinchi g'olibimizni birgalikda aniqlashni boshlaymiz. 3 2 1 marhamat ketdik. Humo baxtli yuzlik va uchinchi g'olibimiz borlar. Третий победитель у нас. Кто же будет? Сейчас мы определим. Сейчас наши организаторы будут дозваниваться до него. Но, дорогие друзья, дорогие гости, хотим еще раз напомнить, что у нас все прозрачно. Правила очень просты. Участвуйте, выигрывайте свои денежные призы. Ну а также, дорогие друзья, просто совершайте свои покупки, будьте с нами, мы счастливы, что вы сегодня вместе с нами, и весь Узбекистан нас смотрит. Ну что ж, интересно, кто же следующий участник, да, обладатель денежного приза, а также с какого же города, нам очень интересно. Juda ham ko'p xabarlar kelmoqda. Xabarlar uchun, mana shu aktiv uchun sizlarga minnatdorlik bildirmoqchi edim. Va biz esa g'olibimizni aniqlab bo'ldik. Ularga qo'ng'iroq qilishni harakatini qilamiz albatta. Bizning xodimlarimiz hozir sekin-astalik bilan ularga qo'ng'iroq qilishni boshlashdi. Chaqiruv ovozlari ham bizda bor va faqatgina allo degan ovoz qoldi xolos. Идет гудок. Поднимите же трубочку, мы хотим вас обрадовать. Ну и так. Мы ждем. Gulshanoy ismli 3-g'olibimizni ko'ryapmiz. Ikkinchi g'olibimizning ismlari Faxriddin ekan. Birinchi g'olibimiz bilan qo'ng'iroq orqali bog'landik. Gulshanoy bilan bog'lansak bas, ular bizga javob bersalar bo'ldi. Biz harakat qilamiz ular bilan ham suhbatlashishga mazza qilib. Va yana bir bora eslatib o'tamiz. Biz через один, ya'ni bittadan keyin qo'ng'iroqni amalga oshiramiz. Afsus, bu inson bizga hozir ham javob bera Мы olmadilar. сейчас попробуем, да, еще раз? Da, yana bir marotaba qo'ng'iroqni amalga oshirishga У нас harakat 2 qilamiz. попытки, да. Вы, главное, не расстраивайтесь, потому что организаторы, если вы не поднимаете трубку, либо же вы заняты, либо вы на работе, либо же вы, заняты чем-то, мы попробуем до вас дозвониться, наши организаторы, и также вручим вам. Поэтому ничего страшного. Мы попытаемся, если вы заняты, то по-любому Hozir подарок mana shu отправится. qo'ng'iroqdan keyin bizni tomosha qilayotganlar, jonli efirimizni ko'rayotganlar uchun ajoyib eslatmalarni berib ketamiz. Bu eslatma sizga yoqadi. Ayniqsa siz chet el mamlakatlariga sayohatlarni uyushtiradigan bo'lsangiz, siz uchun juda ham foydali ma'lumotimiz bor. Bizni kuzatishda davom eting. Hozir mana shu g'olibimiz bilan bog'lanib olsak bas, ana undan keyin esa sizlarga juda ham zo'r ma'lumotlarni yana bir marotaba eslatma sifatida yetkazamiz. Bahadur, я думаю, что все-таки мы не смогли. Marhamat. Uchinchisi halol deyishadi bizada. Shuning uchun kelinglar yana bir marotaba harakat qilib ko'ramiz bu insonlar bilan bog'lanishga, balki uchinchi marotaba bizga javob berishar. Agar shunda ham imkoni bo'lmasa, demak biz keyingi g'olibimizga qo'ng'iroq qilishga harakat qilamiz. Albatta 5 nafar g'oliblarimizni jonli efirga olib chiqishimiz kerak bo'ladi, chunki ularning o'sha yorqin emotsiyasi, ularni humo foydalanuvchi ekanliklari va haqiqatdan ham g'olib bo'lganliklari biz
bizga juda ham kerak va bu hammasi jonli efirda amalga oshirilyapti. Toshkentdagi soat millarini mana sizlarga yana bir marotaba ko'rsatib o'taman. 19:24 bo'ldi. O'chib qoldimi? 19:24 Toshkentda soat millari va biz g'oliblarimizni aniqlashga kirishamiz. Uchinchisi qo'ng'iroq va bu uchinchisi halol deyilgandek. Alo. Да, мы очень-очень стараемся, чтобы связаться с вами, но почему-то не получается. Мы понимаем, может, вы заняты, поэтому, Бахадыр, все-таки давайте продолжим, потому что mayli, мы bo'ldi, vkладываем трубку. Ketdik, bo'ldi, vaqtni cho'zmaymiz. Очень жаль. To'ppa-to'g'ri, vaqtni cho'zmaymiz. Navbatdagi g'oliblarimizni aniqlashga kirishamiz. 4-g'olibimiz 1 million so'm. 3 2 1. Marhamat. 744 455 va nihoyat 6 xonali raqamlar kelib chiqdi. Tartib raqami egasini chin yurakdan tabriklaymiz. Hozir hammasini jonli efirda sizga ko'rsatamiz. 2,5 milliondan ortiq bo'lgan imkoniyatlar bor. Shuning uchun aynan biz ularning ma'lumotlar bazasiga yuzlangan holda ularni hech bo'lmasa ismlari bilan tanishib olishimiz kerak bo'ladi. Bu juda bizga muhim. Jasmina Bonu ekan navbatdagi g'olibimizning ismlari. Karta raqamlarini so'nggi 9908 ekan. 9860 bilan boshlanadigan kartasi. Agarda sizniki bo'lsa, quvonavering, chunki Humo sizga 1 million so'm tayyorlab qo'ygan. И сейчас мы попытаемся дозвониться до 4-го участника. Да, Бахадыр, давайте все-таки продолжим разговор. Вы говорили про другие страны. Дорогие друзья, мы хотим напомнить, если вы путешествуете в другие страны, да, к примеру, Китай, Малайзия, да, то вы можете через Alipay Plus оплачивать покупки там, где поддерживает сервис. Есть приложение, да. Niyatlarimizni jonli efirda ham yozib yubordik. Rahmat katta. Qo'ng'iroqlar bor, javob bersa bo'ldi. Faqat bizga alo. 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 Afsus. Javob bergilari kelmadi. Men aytaman-ku, meni ovozim ko'proq mashayniklarnikiga o'xshasa kerak. А может, все-таки я начну тогда, Бахадыр. Алло. Давайте, mayli, harakat qilib ko'ring. Я думаю, может на женский голос все-таки кто-то ответит. Давайте еще раз попытаемся, и давайте я попробую связаться. Jasmina, assalomu alaykum. Алло, Jasmina. Assalomu alaykum, здравствуйте. Sizni ham ovozingiz hech kami yo'q ekan menikidan. Xo'p, mayli, nima ham qila olamiz? Agar ishonmayotgan bo'lsalar, jonli efirni ko'rsinlar, ana undan keyin ishonch hosil qilishar. Xo'p, biz davom etamiz, qadrli do'stlar. Navbatdagi 1 million so'm egasini aniqlashga darhol kirishamiz. Vaqt bu juda ham qimmatbaho ne'mat, shuning uchun uni behuda yubormaymiz. 3 2 1. Shunaqa deysiz. Voy, o'zbeklarni yaxshi gapiraman. Xo'sh, borlar g'olibimiz. Давайте посмотрим. 698. Да. И мы пока что будем дозваниваться. Хотела задать вам вопрос. Давно ли вы были в Казахстане? Qozog'istonda ancha oldin bo'lgan edim, lekin men sizga boshqa o'zimni boshimdan o'tgan voqeani gapirib bermoqchi edim. Yaqinda yanvar oylarida Xitoy Xalq Respublikasining Guanzhou shahrida bo'ldim va u yerda bilasizmi, bir narsa meni juda ham hayron qoldirdi. Azimjon ekanlar bizni 5-g'olibimiz. Azimjon, tabriklayman. Azimjon ham hayron qoldirdilar. Guanzhou ham hayron qoldirdi meni. Chunki azali u yerda insonlar naqd pulda xaridlarni amalga oshirishmas ekan. Juda ham naqd pul kam muomalada bo'lar ekan. Aynan bizda ko'proq, ya'ni Xitoyda ko'proq bizga birozgina begona bo'lgan to'lov birligi, ya'ni Alipay Plus u yerda ko'proq foydalanar ekan. Hattoki bilasizmi? Hattoki o'sha yordam so'rab kelgan inson ham sizga shunchaki pul bering demas ekan, u maxsus QR kodni sizga taqdim etar ekan. Siz QR kodni skaner qilib Alipaydan, Alipay Plusdan to'lovni amalga oshirar ekansiz. Hattoki shu darajaga yetgan. Shuning uchun bizda zo'r yangilik bor, Azala. Kechirasiz, hozir gudok bormi yo'qmi? Azimjonga qo'ng'iroq qilyapmiz. Gudok bor. Aha, chaqiruv ovozlari bor. Bu ma'lumotni
dialogdan keyin. Allo, assalomu alaykum. Vaalaykum assalom. Assalomu alaykum. Xayrli kech akajon. Ismi Sharifim Bahodir Akbarov, teleboshlovchiman. Biz sizni Humo kompaniyasi nomidan bezovta qilyapmiz. Azimjon aka, ismingiz? Azimjon aka, hozir bizga balki ishonmasligingiz mumkin. Biz hech qanaqa sun'iy intellekt emasmiz. Biz jonli odamlarmiz va sizga yaxshi bir xabarni yetkazish uchun qo'ng'iroq qilyapmiz. Humo kartalaringiz bor ekan va shu yaqin kunlarda Humo kartangizdan 100 ming so'mdan ortiqroq bo'lgan pul ishlatgan ekansiz. Va bizda Humodan maxsus aksiya belgilangan edi. Baxtli yuzlik. Siz o'shanda ishtirok etgan ekansiz. Va nima yutganingiz sizga qiziq bo'lsa, bizga ishonayotgan bo'lsangiz, davom ettirishim mumkin aka. Yo'q, rahmat aka. Yo'q, sizdan hech qanaqa ma'lumot so'ramayman, hech qanaqa ortiqcha ma'lumotingiz kerak emas. Instagramga kiring, Humo kartga kiring, shunda jonli efir bo'lyapti u yerda. Siz ko'proq ishonishingiz uchun men Toshkent shevasida gapiraman, sun'iy intellekt emasligimga. Aka, iltimos Primo efirga kiring, prosta o'tda hozir jonli efir bo'lyapti. Mana iminda bo'lyapti deyapman. Искусственный intellekt emasman aka. Shunchaki, men sizdan hech qanaqa kartangizni so'ramoqchi emasman, sizga kod jo'natmoqchi emasman, pulingizni yechib olmoqchi emasman. Ayollarida men ham borman va boshlovchi Mana yonimda ayol kishi boshlovchimiz ham borlar. Boshlovchi Azali. Biz hozir barchamiz jonli efirdamiz, мы в прямом эфире. Мы были бы очень рады, если бы вы сейчас подключились к прямому эфиру, ведь вы сегодня стали обладателем одного... Ладно, я уже хотела сказать, и уже Yo'q, to'xtang, gapirmay turing Azali. Birinchi Azim akam kirsinlar, Instagramni ko'rsinlar. Azim aka, men qo'limni ko'tarib turibman sizga, если что. Я, по-моему, слышу свой голос. Da, jonli efirda qo'limni ko'tarib turibman sizga. Я тоже. Agar siz ishonch hosil qilsangiz, jonli efir hammasi halol, hammasi rostdan, bu sizga prank emasligini bilsangiz, keyin sizga dalshi davom ettiramiz. Mana men adabiy tilda gapirmayapman, jonli odam ekanligimni biling deb. Ну, давайте, вы уже подключились к прямому эфиру? Ага. Вы подключились к прямому эфиру? Сейчас, hozir deyaptilar. Я думаю, что вы озвучили Instagram наш аккаунт. Да. Lekin juda to'g'ri ish qilyapsiz. Bugungi kunda xavfsizlik juda ham yuqori darajada bo'lishi kerak. Ogohlik ham davr talabi, Azim aka, to'g'ri, biz sizni ham to'g'ri tushunamiz. Нам не терпится объявить, что вы выиграли. Очень хотелось бы, чтобы вы быстрее подключились к нам. Ну что? Ungacha siz iPhone Air haqida gapirib turing. Да. И главный приз. Mana kirdim. Уже зашли, да? Azim aka, bizni ko'ryapsizmi? Mana qo'limizni ko'taramiz. Voy, Xudoga shukr Azim aka, искусственный intellekt emasligimga ishondingizmi aka? Mana jonli odamman, harakat qilyapman. O'xshamasdan. Lekin men yana bir marta aytaman, siz juda ham to'ppa-to'g'ri ish qilyapsiz. Bugun xavfsizlik juda ham muhim o'rin tutadi. Azim aka, xo'p, endi meni telefondan eshiting, jonli efirda efirimiz ozgina zadержка bilan yetib boradi sizga, birozgina ushlanib boradi. Nechta Humo kartangiz bor Azim aka? Azimjon aka, nechta Humo kartangiz bor? Nechta Humo kartangiz bor akajon? 4 ta Humo kartam bor. 4 ta Humo karta. Voy, gap bo'lishi mumkin emas. Akajon, birinchidan Humo nomidan sizga kattakon rahmat deymiz. Bizga bo'lgan ishonchingiz va bizni qadrli mijozimiz bo'lganligingiz uchun bizda baxtli yuzlik aksiyasi e'lon qilingan va u yerda siz 1 million so'mni qo'lga kiritasiz. Azim aka, tabriklaymiz. Tabriklaymiz. Rahmat kattakon, rahmat. Azimjon aka, yana bitta iltimos qilsam maylimi sizdan? Давайте покажем ваш денежный приз на 1 миллион сум. Sertifikatingizni qo'limda ushlab turibman. Mana. Qaysi kartangiz hozir? Kartangiz 9860, oxiri 4830 aka. Oxiri 4 ta raqami kartangiz. Bu asosiy kartam.
Основной Bu kartam bu. основной kartangiz. Oy oy oy, rahmat. Asosiy kartangiz bo'lganligi uchun ham rahmat. Aka, mana shu 1 million so'mni sizga biz beramiz. No, bitta iltimos qiling, bizani xalqimiz ham, qolgan odamlar ham ishonishi uchun siz bizani jonli efirimizga kiring, kommentariyalar ochib qo'yilgan. Urra, men yutdim deb yozib qo'ying. Bo'ldi, Azimjon aka. 1 million so'm. O'zi Toshkentdansiz, Azim aka, tushunishim bo'yicha. Toshkentdan. Toshkentdan. Tabriklaymiz sizni Azimjon aka. Farzandlaringizni, oilangizni yaxshi kunlariga nasib etsin bu pul. Birozdan so'ng jonli efirimiz yakunlanadi va undan keyin esa bizning xodimlarimiz sizga 1-2 kun oralig'ida yana qo'ng'iroq qilishadi va ushbu summani, ushbu yutuqli summani qanaqa qilib qo'lga kiritishingizni tushuntirishadi, akajon. Bo'ldi, tushunarli. Rahmat katta, salomat bo'ling. Что были с нами. Спасибо большое. Салам. Xo'p, Спасибо. Хорошего дня. Спасибо большое, вам тоже Рахмат. хорошего вечера. Даже день перепутали. Ну же, мы продолжаем. Ну и наконец-то мы именно сейчас, да, мы вот разыграли все денежные призы. Мы именно сейчас разыграем новый... daychi sida. Не дайте сюда. Yo'q, bu humo foydalanuvchilarniki, sizniki emas. Sizga xavfli buni berish. Я просто объясняю, показываю, что именно сейчас. Bu kimgadir aka. Xo'p, biz unga yaqinroq borsak maylimi? iPhone'ga yaqinroq borsak maylimi? Mayli. Keling, ko'p kuttirmaymiz, hamma kutyapti. G'olibimizni 6-sini aniqlaymiz. 3, 2, 1. 1 million so'm. Humo va 905 002. 905-002. И кто же это? Сейчас вновь мы попытаемся дозвониться. Хотим вновь вам... Xo'p, bular bilan bog'lanib bo'ldik, chunki boya aytib o'tganimizdek, bittasi bilan bog'lanamiz g'oliblarimizni, bittasini qo'yib yuborib, ikkinchisi bilan bog'lanamiz. Да, вот мы определили номер, организаторы свяжутся. Xuddi shunday va Xitoydagi hozir ma'lumotlarni kirgizgunimizcha Xitoydagi bo'lgan voqeani aytib o'taman. Randomorga kiring iltimos, marhamat yigitlarimiz. Randomorga kiramiz, g'oliblarimizni aniqlab olaylik. 3 2, 1, let's go! Keyingi g'olibimiz borlar 166 70 79. Mana bu g'olibimizga qo'ng'iroq qilamiz, ha? Да, давайте попробуем. Da. O'sha Guanzhouda xullas men juda ham qiynaldim. Nima? Birinchi Xitoyning pul birligi bilan o'zimizni so'mda qancha pul ishlatayotganimni bilolmay qoldim. Azaylar tasavvur ham qila olmaysiz. Вы потом увидели самое главное. Yo'q, ko'ra olmadim ham. Chunki biz so'm pulni o'sha kartamizga o'tkazishimiz kerak edi. Bu juda ham ko'p vaqtni oladi va yana bir eng katta noqulaygarchiligi raqam bizni O'zbekistondami? Alipay ishlatish uchun nechtadir to'lovni amalga oshirib bo'lganingizdan keyin sizga kod подтверждение keladi. Ya'ni siz haqiqatdan ham birovni pulini ishlatmayotganligingizni SMS keladi. SMS esa O'zbekistondagi raqamga keladi. Tushunyapsizmi? Super. Ishlash Да. super emas, bu yomon bu. Nimaga? Ishlatish qiyin, tasavvur qilyapsizmi? Я Ishlatish qiyin. буду Самое главное, что у вас получилось через Alipay плюс воспользоваться. Yo'q, o'sha paytda qiynaldim. Да? Благодаря Humo сейчас- карта я сейчас могу использовать эти деньги. Браво! Бахадыр, сейчас у нас 7-й участник, да? Вот и только мы разыграем вновь денежный приз. Итак, идет гудок. Внимание. Inobatxon. Inobatxon. Bizga javob bering, iltimos. Allo, assalomu alaykum. Allo. Assalomu alaykum, xayrli kech. Ismi sharifim Bahodir Akbarov. Teleboshlovchiman. Bu raqam Inobatxonga tegishli, to'g'rimi? To'g'ri. Aha, siz Humo kartasini foydalanuvchisi ekansiz va bizda maxsus aksiya belgilangan edi. Baxtli 100 yillik deb nomlangan va meni nazarimda siz bizni Instagramimizga obuna bo'lmagansiz va bu aksiya haqida xabaringiz yo'q, to'g'rimi? To'g'ri. Siz bilan tanishsak bo'ladimi? Hozir Inobatxon sizni kimingiz bo'ladilar? O'zimmi? O'zingizsiz, men ovozdan yaxshi tushuna olmay qolyapman. Inobatxon,
siz bilan endi tanishsak bo'ladi. Humo kartalaringiz bor va siz yaqin kunlarda 100 ming so'mdan ortiq bo'lgan xaridni amalga oshirgan ekansiz. Va bizni Humo tomonidan e'lon qilingan maxsus aksiya, baxtli 100 yillik aksiyasida g'olib bo'ldingiz. 1 million so'm sizga nasib etmoqda. Tabriklaymiz. Okey. Tabriklaymiz. Balki bizga hozir ishonmayotgan bo'lishingiz mumkin, Inobatxon. Sizdan bir narsani so'ramoqchi edim. Ishonmayotgan bo'lishingiz aniq. Instagram sahifasi sizda bormi? Instagram ishlatasizmi? Yo'q, men ishlamayman. Men yo'q. Instagramingiz yo'q. Bo'ldi, xo'p bo'ladi. Bo'lmasam Inobatxon sizga bitta ma'lumot beraman. Qarang. 98 60 33 94 kartangizni oxirgisi bilan bosh raqamlarini sizga aytyapman. Bu ma'lumotlar va aynan mana shu kartangiz sizga g'oliblikni keltirib chiqargan va bizni jonli efirimizdan so'ng xodimlarimiz sizga qo'ng'iroq qilishadi va 1 million so'mni qanaqa qilib qo'lga kiritishingizni sizga aytib o'tishadi. Faqatgina bizga javob bersangiz bas. Bu hech qanday o'yin emas. Biz firibgarlar emasmiz. Shuning uchun sizdan iltimos qo'ng'iroqlarga javob bering. Hammasi halol, hammasi haqqoniy. Kelishdikmi? Kattakon rahmat, salomat bo'ling, xayrli kech. Xayrli. Rahmat katta, rahmat. Aniq bizga ishonmadilar. Ishonmadilar. Организаторы свяжутся, и мы обязательно подарим вам подарочек на 1 миллион сом. Ну что, дорогие друзья, и все, кто нас смотрит, дорогие зрители, мы продолжаем, и сейчас мы определим 8-го победителя. Xuddi shunday. Да, просто код, да, и уже с 9 мы обязательно с ними поговорим, да. Xo'p, bu g'olibimizga qo'ng'iroq qilmaymiz. Нет, мы не звоним, так как мы уже договорились. Конечно, мы просто определяем их код, а следующим, конечно, Поехали, ketdik. 3, 2, 1. G'olibimizni aniqlaymiz. Поехали. 156 71 88. Mana shu g'olibimizning raqamlari bo'ladi. Bu tartib raqamlari bo'ladi, Azaliyaxon. Отлично. Определили 8-го Да, участника. Xuddi shunday. Супер. G'olibimizni И aniqladik. мы переходим к следующему победителю. Кто же это? Мы сейчас вновь увидим. Так, хорошо. Hozirgi g'olibimizning ismlari Zuhraxon ekan, adashmasam. Zuhraxon, tabriklaymiz. Sizga keyin bizni xodimlarimiz qo'ng'iroq qilishadi, albatta, va biz navbatdagi 9-g'olibimizni aniqlashga kirishamiz. Random.org sahifasi, tasodifiy raqamlar generatori va omadli bo'lgan Humo kartasi foydalanuvchisi. Demak, tayyor bo'lsanglar, boshladik, qadrli do'stlar. Мы продолжаем. Saning, обратный счет. Наконец-то дали мне слово 3, 2, 1. Поехали. И это номер 491 832. 491 832 va bu g'olibimizga biz hozir qo'ng'iroqni amalga oshiramiz. Bu xushxabarni yetkazamiz. Да, Бахадыры, давайте, очень интересно, да, мы вначале у всех спрашивали, кто из какого города и сколько они уже пользуются картой Хумо. Давайте все-таки, как мы дозвонимся, спросим, с какого города, сколько у них карт, и нравится ли им пользоваться картой Хумо. Мы уже вам то ранее... Jahongir. Да, это у нас Джахангер. Отлично, Джахангер. Скоро мы до вас... А может, даже вы нас видите. Было бы очень приятно, если вы нас видите, потому что именно сейчас мы хотим вас порадовать. Xuddi shunday. Yuqoridagi fikrimni yakunlab qo'yaman, Azaliyaxon, va sizga juda ham zo'r qulaylikni Humo taqdim etmoqda. Aynan mana shunday Alipay Plus bilan bog'liq bo'lgan tarix, mendagi yuz bergan ish, voqea siz bilan yuz bermasligi uchun aynan mana shu jarayonni yaxshilab eslab qoling. Humo kartalarini oling va 50 dan ortiq davlatlarga siz sayohat qiladigan bo'lsangiz, qaysi davlatda Alipay Plus ishlaydigan bo'lsa, siz o'zbek so'midan, Humo kartasidan bemalol maza qilib to'lay olasiz. Eng yaxshisi o'rtoqlar, siz qancha o'zbek so'mida pul ishlatayotganingizni bilib olasiz. Buni narxini o'zbek so'mida qancha bo'lar ekan deb o'tirmaysiz va qancha o'zbek so'mida pul ishlatayotganingizni bilasiz. Bu juda muhim, ayniqsa sayohatda. Конечно. Бахадыр, я думаю, что многие задаются вопросами, сколько будет эфиров. Мы хотим еще раз напомнить, что эфиров будет 6 этапов, поэтому у вас есть еще шансы участвовать в данном розыгрыше, в нашей акции Бахтли Юзлик. Поэтому участвуйте, будьте с нами. А сейчас
xizmat ko'rsatish doirasidan Именно tashqarida. сейчас, да. 10 qolibimizga qilishimiz mumkin, hechqisi yo'q. Nega kayfiyatingiz tushib ketadi? Конечно, Hammasi joyida, Вы Azaliya, дум- hammasi joyida, вы hammasi думали, joyida. что да, трубочку поднимут, но нет, не смогли дозвониться. Ладно, ничего страшного. Telefon xizmat ko'rsatish Aha. doirasidan tashqarida. Давайте uch marotaba тогда qo'ng'iroq qilamiz deb мы, kelishganmiz. конечно, определим 10-го Xuddi shunday победителя. ketdik. 10-qolibimizni aniqlaymiz. Oxirgi 1 million so'm kimga nasib etadi? Undan keyin Да, undan keyin Undan- iPhone, новенький iPhone. Итак, настал волнительный момент. Давайте, поехали. Итак, 3, 2, 1. Начинаем. И это номер. О, какой красивый номер. 248 2266. Отлично. Значит, давайте, это все-таки последний у нас победитель, и мы попытаемся до него дозвониться. Отлично. Вы хотели про историю про Казахстан рассказать? Да. Да, А давайте. давно вы были в Казахстане? Ой, честно, да, давно я там был. Очень. А я каждый раз, каждый месяц езжу в Шымкент, в Казахстан. Там тоже классные мероприятия. Там, кстати, есть очень популярный банк, Халк-банк. Халык. Халык-банк, да? Халык, да, Ага. это на их языках. Халык банк, да. Там тоже, дорогие Хусен. друзья, да, участники, вы можете, если вы, у вас есть и намечается поездка в Казахстан, вы можете нашей картой ХУМО оплачивать терминалом. Там есть 7 терминалов ХУМО, вы можете оплачивать именно Халык банк. Ну что ж, Халык банк вашим услугам именно в Казахстане, сеть терминалов. Пользуйтесь, друзья, у вас такие привилегии. Это просто вау. ХУМО – это самая лучшая компания. Ну что ж, и за Албатта. границей более чем 50 стран. Вы можете и в других странах с сети приложениями совершать свои покупочки, красивые платьишки, одежды, еду и все остальное. Ура, мы Алло. дозвонились, 10-й участник. Алло. Алло, assalomu alaykum. Assalomu alaykum, xayrli kech. Bezovta qildik, Nima? uzr. Husan aka ismingiz? Husen. Ha. Husan aka, kechirasiz. Meni ismim Bahodir Akbarov, teleboshlovchiman. Biz sizni Humo kompaniyasi nomidan bezovta qilyapmiz, Husan aka. Bizda maxsus aksiya e'lon qilingan edi. Humo bilan baxtli 100lik va sizda Humo kartalari bor ekan. Humo kartalaridan foydalanar ekansiz. Xohlasangiz boshidagi 4 ta raqamini ham aytaman. 98 60 39 48. Bu sizning kartangiz ekan. Bizda aksiya e'lon qilingan edi. Xabaringiz bormi, Husan aka, yoki yo'qmi? Yo'q edi. Ana, ko'rdingizmi? Instagramimizga podpisatsiya bo'lmagansiz, Husan aka. Instagramimizni aynan hozir ochsangiz yaxshi bo'lardi. Instagramga Bizni ko'rib. qo'shilib oling, Husan aka. Avtomobil boshqaruvdamisiz deyman-da, gapirishingiz shoshilibroq gapiryapsiz. Ha. Xo'p, Husan aka, men bo'lmasam gapni qisqartiraman. Bu hech qanday tuzoq emas yoki bo'lmasam biz firibgarlar emasmiz, akajon. Husan aka, siz ushbu Humo kompaniyasi tomonidan e'lon qilingan aksiyamizni hafta uchun belgilangan oxirgi 10-chi 1 million so'm mablag'iga ega bo'ldingiz, akajon. Tabriklaymiz. Hop. Tabriklaymiz aka, 1 million so'm sizni kartangizda bor deb hisoblayvering. Bitta ma'lumot so'ramoqchiman. Qayerdan siz o'zingiz akajon? Boshqa kartangiz, pasportingiz haqida ma'lumot kerak emas. O'zingiz qayerdaligingizni ayting, bo'ldi. Samarqand. Samarqand! Gap bo'lishi mumkin emas. Super. Samarqandliklar ham mana endi faollik bildirishyapti. Bu bizga juda ham yoqimli. Husan aka, sog' bo'ling, rahmat kattakon. Sizni yana bir marta tabriklaymiz. 1-2 kun oralig'ida bizning xodimlarimiz sizga qo'ng'iroq qilishadi. Bu yutib olgan summangizni qanaqa qilib qo'lga kiritishni tushuntirishadi. Kelishdikmi, akajon? Rahmat, sog' bo'ling, Husan aka. Rahmat katta. Rahmat. Как здорово, что мы сегодня связались с победителем, а также поздравили их с денежными призами на 1 миллион сомов. То есть у нас сегодня разыгрывались 10 денежных призов на 1 миллион сомов. И сейчас настал самый долгожданный момент, который сейчас ждут все зрители, кто присоединился именно к нам, может и сейчас, и до нашего эфира. Ну что ж, долгожданный момент. Именно сейчас мы разыграем новенький iPhone Air. Посмотрите, какой он красивый в коробочке. Но внутри там вообще очень шикарно, потому что, я же сказала, это так классно распаковывать, да, на новенький iPhone. Ну что, давайте начнем. Все-таки я думаю, что все ждут с нетерпением именно нас, когда же мы объявим победителей и свяжемся
с победителем. Да, давайте Давайте так, начнем. даем обратный счет. G'oliblarimizga yana bir bora yutuq muborak bo'lsin deymiz. Qolganlarga esa omad yor bo'lsin, qadrli do'stlar. И мы начинаем разыгрывать Обратный отсчет. новенький iPhone. Так, конечно, Обратный я отсчет. еще раз про iPhone напомнила. Поехали. Итак, 3, 2 и 1. Generate Чудеса. tugmasi Вот va такой g'olibimiz вот borlar. номер сейчас высвечивает на экране. Давайте уже объявим. 194 25 87 raqami bu bizning g'olibimizni tartib raqamlari bo'ladi. Tabriklaymiz. Коллеги, давайте поаплодируем. Ура! И сейчас, именно сейчас, да, не покидаем эфир, потому что именно сейчас мы попытаемся дозвониться до участников, потому что мы очень-очень хотим все-таки именно вам эту хорошую новость донести, что вы сегодня выиграли iPhone. И кто же это? Сейчас мы узнаем, дорогие друзья. Ее зовут Шахзода, оказывается. Вот. И это Есть у нас прекрасная информация. девушка Шахзода. Давайте попытаемся созвониться и узнаем, с какого же города Шахзода. Hozir kim bizni jonli efirda ko'rayotgan bo'lsa va bu odamning ismlari Shahzoda bo'ladigan bo'lsa, hayajonlanishingiz mumkin. Butun O'zbekiston shahzodalari, agarda siz hozir haqiqatdan ham Humo kartasi foydalanuvchisi bo'lsangiz, demak iPhone Air sizniki bo'lishi mumkindir. Balki Shahzodaxon, biz sizga qo'ng'iroqni amalga oshiramiz. Allo deya javob bersangiz bas va bu zo'r yangilik bilan sizni tabriklashga tayyormiz. Очень надеемся, что Шахзода ответит на наш звоночек. Если вам позвонили с незнакомого номера, очень просим вас поднять трубочку, потому что, как вы видите, у нас прямой эфир, очень такой вот ажиотаж у нас, потому что мы сегодня разыгрываем самые ценные подарочки. И сейчас у нас в руках новенький iPhone Шахзода. Поднимите трубочку, мы вас ждем. Так. Xo'p, ozginagina vaqtim bor ekan. Siz hozir Qozog'istondagi hamkorligimiz haqida gapirib o'tdingiz. Rus tilida, keling bu ma'lumotni o'zbek tilida ham berib o'tsam. Qadrli do'stlar, azaldan Qozog'iston hamda O'zbekiston ikkalovi xalqlar do'stligi juda ham biz bir-birimizni. Allo, assalomu alaykum. Allo. Aha, yana bir marotaba harakat qilib ko'ramiz. Biz doimo hamkorlikni saqlab qolamiz. Juda ham ko'pchilik insonlar hozir. Да, может... Shahzoda, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Xayrli kech. Meni ismim Bahodir Akbarov. Teleboshlovchiman, Shahzodaxon. Siz hozir jonli efirdasiz. Humo sahifasida, Instagram sahifasida. Shahzodaxon, sizni Humo kartalaringiz bor ekan. Biz hech qanaqa firibgarlar emasmiz, sun'iy intellekt emasmiz, Shahzodaxon. Shuning uchun imkoni boricha sizga adabiy tilda emas, balki to'g'riroq qilib gapirishga harakat qilyapman, ya'ni oddiyroq qilib gapirishga harakat qilyapman. Shahzodaxon, qayerdansiz? Siz bilan tanishsak bo'ladimi? Sizdan hech qanaqa ma'lumot so'ramaymiz. Karta raqamlar ham, boshqa raqamlar ham, SMS ham sizga jo'natmaymiz. Shunchaki siz bilan dialog qilsak maylimi? Qayerdansiz, Shahzodaxon? Xorazm. Xorazmdan. Shahzodaxon, hozir sizni Instagramga kirish imkoniyatingiz bormi? Yo'q, Instagram yo'q. Instagramingiz yo'q, ha? Aha. Uydagilarda u bu kimda yo'qmi? Mabodo Instagram? Bor. Bormi? Bo'ldi. Bor, Bo'ldi. bor. Bo'lmasam, ularni telefonlarini oling, iltimos. Olib turing. Internetni yoqing. Instagramga kiring. Qidiruv tugmasini bosing. U yoqda humo.kart belgilang. Keyin bizni ko'rasiz. Men sizga mana qo'limni ko'tarib turibman. Shahzodaxon Xorazmdan alangali salomlar. O, mana Ko'rdingizmi? Ovozimizni eshitdik. Yonlarida boshlovchi ham bor. Ko'rdingizmi? 2%. 2%? Hech qisi yo'q. Ana endi sizni Tezroq 100%lik aytamiz telefoningiz bo'ladi. Siz yangi iPhone Air yutib oldingiz. Ko'rsatib o'tamiz. Shahzodaxon, aloqadamisiz? Ava. Shahzodaxon. Yangi Jonlimisiz? Bizni eshityapsizmi? Shahzodaxon,
quvonishingiz mumkin. Biz sizga Humo tomonidan e'lon qilingan baxtli yuzlik aksiyasini birinchi bosqichini g'olibi sifatida yangi iPhone Air smartfonini topshiramiz. Ura! Tabriklaymiz. Tabriklaymiz sizni. Shahzodaxon, qanaqa telefon ishlatasiz? O'zi qo'lingizda qanaqa telefon? 16 Pro. Aha, ana uni bemalol iPhone Air ga almashtirishingiz mumkin. Super. Shahzodaxon, yana bitta savol bermoqchi edim. Shahzodaxon, qarang. 98 60 29 08. Bu sizni kartangizni boshi hamda oxirgi 4 ta raqamini aytdim. Shunaqa kartangiz bor, Humo kartangiz. Ava. Aha, o'sha kartangizdan yaqin kunda 100 ming so'mdan ortiqroq bo'lgan xarajatni amalga oshirgan ekansiz va siz aksiyamizda g'olib bo'ldingiz. Zo'r, a? Zo'r. Hali ham ishonmayapsiz-a bizga? Jonli efirga kirganingizda qanday yaxshi bo'lardi, biz sizga ko'proq ma'lumot bergan bo'lardik. Lekin siz bilan bizni xodimlarimiz bog'lanishadi 1-2 kun oralig'ida va sizga qanaqa qilib iPhone'ni qo'lga kiritishingizni tushuntirishadi. Shahzodaxon, kelishdikmi? Yo, bizga hali ham ishonmayapsizmi? Faqat deyapsiz-da. Ishonyapsizmi? Biz odammiz, odam, sun'iy intellekt emasmiz. Shahzodaxon, Instagram'ni odam yozib Instagram, mana Humo yumshoq H bilan Humo Ava. .kart. Kartni C bilan yozasizlar. Pastki chiziqcha. Pastki chiziqcha. Humo, pastki Humo. chiziqcha. Kartni faqat mana bunday C bilan yozasiz. S bilan emas, C bilan yozasiz. Kirdingizmi? Sizni kutib turamiz. Qo'limda sizni telefoningiz turibdi. Chiqmadim. Noto'g'ri yozayotgandirsiz. Yumshoq harfda H, Humo yozing. Yozdingizmi? Pastki chiziqcha. Yozdingizmi? Yozyapsizmi? Chiqmadim. Ko'rdingizmi? Topdingizmi, yo'qmi? Yo'q, chiqmadi. Humo, pastdagi chiziqcha, kart. Kartni oddiy Kartmi? kamoladagi K bilan yozmang, iltimos. C bilan yozing, C bilan. Ch harfini boshidagi C bor-ku, o'sha bilan yozing, iltimos. Yozdim, chiqmadi. O'shanda ham chiqmadimi? Poyezd tugmasini bosing. Sizga srochno iPhone Air kerak ekan. Biz Humo nomidan yetkazamiz sizga. Rahmat kattakon Shahzodaxon. Nima bo'lgan taqdirda ham siz g'olib bo'ldingiz. Sizni chin yurakdan tabriklaymiz. Butun Xorazm ahliga alangali salomlarimizni yo'llaymiz. Yaqinlarga ham aytib qo'ying, hamma qatnashsin, omadini sinab ko'rsin, chunki oldinda bizni BYD avtomashinamiz ham bor. Balki sizni yaqin biror bir insonlaringizga nasib etib qolishi mumkin. Lekin siz bizda haqiqatdan ham g'olibimizga aylandingiz. Tabriklaymiz. Поздравляем еще раз. Шахзоду, спасибо большое, она из Хорезма. Дорогие друзья, хотим напомнить, что со всеми победителями наши организаторы свяжутся. Даже если вы сейчас нас смотрите и вы выиграли, с вами свяжутся наши организаторы. Хотим вам еще раз напомнить, да, если кто не верит, вам стоит поверить, потому что вам может выйти незнакомый номер, поднимите обязательно номер, потому что это, возможно, будет от нас, от Хумо, от акции Бахтли Юзлик. Вот такие вот прекрасные, шикарные подарочки, ценные подарочки мы сегодня разыграли от Хумо в акции Бахтли Юзлик. Будьте с нами. И, как сказал мой коллега Баходер, у нас будет 6 эфиров. И на 6-м финальном эфире мы разыграем автомобиль. Супер, я думаю, что это очень даже отличный приз, это шикарный приз. Я думаю, что все мечтают о таких призах. Просто сидишь, пьешь чай, занимаешься там, не знаю, своим любимым делом, спортом, на работе, тебе поступает гудок,
И вы нас видите на эфире. Да. И мы говорим вам поздравляем. Поэтому поднимайте трубки, убедительная просьба, поднимайте, верьте, это мы. Поэтому мы организовали прямой эфир. И хотим еще раз вам напомнить, что всех победителей, дорогие друзья, мы опубликуем на официальных социальных сетях Хумо, поэтому будьте с нами, это и Телеграм, это и Инстаграм, и официальный сайт, поэтому будьте с нами, наблюдайте, обязательно проследите, смотрите нас, мы с вами будем также в следующем эфире через 10 ровно дней вновь с вами разыгрывать шикарные подарочки. Абсолютно согласен с вами. Да, xuddi shunaqa. Hali oldinda sizni 5 ta imkoniyatingiz bor va har 10 kunda biz Humo tomonidan mana shunday ajoyib sovg'alarni sizga tayyorlab qo'yganmiz. Demak, keyingi efirlarda ko'rishguncha, xayr, omon bo'ling. Увидимся! Пока-пока.